BMW sotib olishingiz uchun 7 ta oltin tanga kerak. Sizga esa 8 ta oltin tanga berishdi va ulardan bittasi soxtaligini aytishdi. Soxta tanga boshqalariga qaraganda yengilroq. Agar siz soxta tangani tarozda 2 marta o'lchashda topsangiz, 7 ta oltin tanga sizniki bo'ladi. Topolmasangiz esa BMW siz qolasiz. Xo'sh, masalani qanday yechamiz? Soxta tangani topish uchun tangalarimizni 3 ga ajratamiz. 3 ta tangadan iborat 2 ta to'plam va 2 ta tangadan iborat bitta to'plam. Birinchi urinishda 3 ta tangadan iborat to'plamlarni taroziga qo'yamiz. Bizda 2 ta natija bo'lishi mumkin. Birinchi holatda tangalar bir xil og'irlikda bo'ladi. Demak, soxta tanga 2 talik to'plam orasida. Oddiy o'lchash orqali qaysi tanga yengilroq ekanini aniqlaymiz. Ikkinchi holatda esa to'plamlardan biri ikkinchisidan yengil bo'ladi. Demak, yengilida soxta tanga bor. Undan xohlagan 2 ta tangamizni olib tortib ko'ramiz. Agar bittasi yengil bo'lsa, o'sha tanga soxta bo'ladi. Agar tangalarning og'irligi bir xil bo'lsa, demak, biz hozir tortib ko'rmaganimiz soxta tanga. Shunday qilib, 2 marta tortish orqali soxta tangani aniqlaymiz va BMW sotib olamiz. Agar masalani yecha olmagan bo'lsangiz, izohlarda BMW deb yozib qoldiring va men sizga 12 soatlik to'liq matematika kursini bepul yuboraman. Balki keyingi safar BMW yutib olarsiz.